Assalomu alaykum, yana bir marta o'rtoqlar. Do'konga kelib oldim. Bismillah deb ishlarni boshlab oldi. Do'konga kirib kelsam, onam nastroyenlari yo'q edi. Meni ko'rib ko'tarilib ketdi hozir. Nimaga desanglar, oyim uborka qilyaptilar hammani tozalab, mana hamma yoqdan dast chiqarib tashlabdilar xullas. Necha kundan beri bozorga? Ha? Bozorga kelmayapsan necha kundan beri? Hop, gap qisqa qilaman. Ko'p narsaga skidka e'lon qilib yuborishdi. Do'kondagi bir 30-40% gullar skidkada ekan. Uni narxini qayerdan ko'rsanglar bo'ladi, qayerdan zakaz qilsanglar bo'ladi, oyim aytadilar. Telegramdan zakaz qilinglar. Shundan silkani ustiga boshqa kirib ketishadi. Ha, silkani ustiga boshqa kirib ketadi. Mana bular Usmaniyalar ochilib bo'lganlar 20 mingdan. Mana bu xlorofitumlar 30 mingdan, 25 mingdan ham qilib beramiz. Mana bu spatsiya filmlar hammasi 50 mingdan. Men oyimni istoriyaga olmoqchi edim. Siz gapingiz tugamayapti. Post qilib yuboramiz mayli. Qani aytavering. Bular 50 mingdan. Mana bular ham kalatalar ham 50 mingdan. Mana kalatiga 50 mingdan, lekin sosteniyasi вообще zo'r. Mana bu strelitsalar 50 mingdan. Hop, men bitta narsa aytaman sizlarga. Ko'rsatgan gullarim bittasi ham kasal emas. Hammasi soppa-sop, prosta yangi mol keladi. Bu tovar уже eski. Mana mana gullar bo'lganlari bor orasida, to'g'rimi? Gullar bo'lganining orasidan guli chiqib kelyapti mana. Rosa pishni, zo'r. Xullas shunaqa gap, kelaverasizlar bemalol. Yana boshqa narsalarni ham skidka qilib beraveramiz. Kelaveringlar. Mana katta zamiya kulkislar qoralar 100 mingdan bor yo'q. Mana shu kattatiga 100 ming so'm ekan o'rtoqlar. Xullas, adres Yunsoq dehqon bozori 14-33-do'kon yoki Telegramdan onlayn zakaz qilaman desanglar, ana shu Telegram nomiga shuni o'tsanglar bo'ladi yoki kommentariyada opisaniyada men Telegram silkasini qo'yib qo'yaman, bemalol kirib ko'rasizlar. Dastavka ham bor, no faqat Yandex orqali kelaverasizlar, shu yerdamiz. Ona xayr deb qo'ying. Xayr, obrachamiz. Kelinglar, kutamiz sizlarni.